Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ekan tanoplar. Italyanskiy Aziya sorti men sizlarga oddiy video qilib ko'rsatib beraman. Ko'chatlarni chiqarishi, bosishi boshladi, xudo xolasa. Вообще juda ham chiroyli bo'ladi holati. Men hozir sizlarga ko'chatlarni ko'rsataman. Bu yerdan o'zi hosil olib olindi. Ayrimlari manda bu yana Aziya sorti gullashga kelgan, gulini yulib tashlaymiz. Chunki ko'chatga tayyorgarlik boshlangan. Videoni oxirigacha ko'ringlar, men hozir sizlarga ko'chatlarni qanaqa kasetalarga bosishni ko'rsatib beraman. Juda ham chiroyli, вообще baquvvat, hech qachon muammo joyi yo'q. Zakaz beradiganlar bemalol berishingiz mumkin. Viloyatlarga bemalol yetkazib beraman. Narxi katta ob'yom bo'lsa kelishamiz. 2000-3000 ta oladiganlarga 2,5 so'mdan kam yo'q ko'chatlar. Juda ham chiroyli ko'chat bo'ladi bu. Nima desam bo'ladi? Oddiy video, mana ekan o'zingiz ko'rib turibsizlar, qanaqa videoga olayotganimni. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Men hozir ko'rsataman. Bugun ozroq boshlandi endi ko'chat ko'paytirish, bosish. Mana ekan shunaqa kasetalarga bosiladi. Bu juda ham katta kaseta. Ko'chatlar toza ko'chat bo'ladi, original. Yana ayrimlar gullashgan, ketib qolgan. Gullarni yulib tashlaymiz hammasini. Mana ba'dan tanoplar bor, tanoplarni olib, shunaqa qilib kasetalarga, qimmat kasetalarga bosib chiqarilyapti. Kasetasi qoladi, faqat buni qulpnay ko'chatini o'zi ketadi. Chiroyli qilib korobkaga joylab yetkazib beraman. Bugungi kun bu boshlanishi. Mana men hozir bog'da mana ekan qaranglar, yana gullashga kelib qolganda bu kasalligi yo'g'i chiqaramiz. Mana biz endi bundan bog'iga hosil olmaymiz, faqat ko'chat bosiladi. Bu kasetadagi ko'chatlar вообще chiroyli, juda ham chiroyli ko'chat bo'ladi, xudo xolasa. Gektarga oladiganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar pastdagi nomerlarga. Shu nomerda bo'laman. Telegram, WhatsApp bor. Rossiyada yurgan akalarim uchun ham kelguninglarcha xudo xolasa yetkazib beriladi. Mana ekan yana gullab ketgan, gulini yulib tashlaymiz. Shunaqa holatda. Aziyani hozir hosilini ko'rib qolmiz. Chala tozalangan ekan-da. Mana bitta qolib ketgan ekan. Ko'rdinglarmi? Ko'chat qaranglarmi? Baquvvatligini. Bu yerda hech qachon kasallik yo'q. To'g'rimi? Mana bariklari ham hech qanaqasiga muammoli joyi yo'q. Yam-yashil, juda ham chiroyli, вообще go'zal. Mana ko'chatlarning holati. Bitta narsa yaxshilab e'tibor beringlar. Mana ekan, ko'chat bosildi. Bega sim qo'yib. Xo'p, endi bunisini to'ldirish kerak. Bunisini to'ldirish uchun bu ozgina jicha kattaroq bo'lib rivojlanishi kerak. Keyin mashetiga buni ham o'rnashtiriladi. Mana ekan ko'chatlar. Mana ekan yana ayrimlari gullab qo'ygan. O'zi kechagina tozalab tashaladi, qolib ketgan. Garantiyali Aziya degan sort shu bo'ladi. Aziya bor, Kleriya sorti bor. Koreyskiy Soloxyani ham eng tozasi bor bizda. Ochiq dala. Tanoplarni chiqarishga joy tayyorlanyapti. Xudo xolasa yaxshi. Benan hosil, normal hosil olindi. Chiroyli qilib ekilgan. O'tgan yil bu yerda sentyabr oyida ekilgandi. Bu joy meniki emas, bitta akaxon mendan ko'chat olganlar, zo'r qilib qaraganlar. Endi bularning ko'chatini men qaytarib olyaman. Mana ekan ko'chatlar. Juda ham baquvvat bu ko'chatlar. Bunisini ko'ramiz. Ozgina bunda kasallik bor. Mana ko'rinyapti, qorayib qolgan. Changlamagan, yo bo'lmasam bunga yomg'ir tekkan. Shuning uchun shunaqa holatda.
Zo'r holat. Mana aka. Duyga qilingan, bu qaroqsiz qolib ketgan. Duyga qilib ekadiganlar mana shuni singar duyga qilib setkalarni tortib eksali bo'ladi. Faqat qulpnay ko'chatlarni ekkandan keyin qarash kerak normalni. Mana bu qaralmagan, o't bosib yotibdi. Chunki bu yerda hech kim qolmagan-da. Hozir men sizlarga yana tayyor ko'chatlarni ham ko'rsataman. Ochiq dalaga ekadiganlar mana uni singari hovuz qilibmi, yo bo'lmasam chuqur kovlami, mana shuni qilib kapini ishlankida shunaqa qilib sug'arsayli bo'ladi. Chiroyli, вообще zo'r. Ko'chatdan hech qachon muammoli joyi yo'q. Ko'chatlarimiz juda ham chiroyli, hammaga yoqadigan ko'chat bo'ladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin akalar. Hurmatli obunachilar, mana ekan o'zimiz uchun bu yana qaytib ekiladi boshqatdan. Ko'chatlarning holatini ko'rsataman. Hali unchalik yaxshi tomir otmagan, hozir kasetaga ekilgan, torf kokoz aralashgan. Bo'ylar uzun. Endi bu sal ertaroq ekib qo'yilgan sababiga azot berib yubordik, bo'y o'sib ketdi. Azot berib bo'lmaydi hozirgi paytda, o'sib ketadi. Bo'yini o'stirmasdan kichkina udobli normalniy ko'chat qilib tayyorlash kerak. Shunaqa holatda. Mana ko'tarib ham ko'rsatay sizlarga. Mana ko'chat holat. Mana kaseta. Bu kaseta qimmat kaseta, bilasizlar. Kaseta qoladi, kasetasi bilan sotilmaydi. Ko'chat o'zi sotiladi. Narxi 2000-2500 ming. Katta ob'yomda oladiganlar yana bir bor kelishsa bo'ladi. Ochiq dalaga ekaverasizlar. Faqat ertaroq ekinglar. Avgust oyida ekib tugatinglar. Kech ekadiganlarga hosil kamroq hosil berib qolishi mumkin. Mana ekan ko'chat. Mana tomirlari. Zo'r lekin. Shunaqa holatda bo'ladi ko'chatlar. Shuna qilib, suvlarni berib, chiroyli qilib ekaverasizlar. Ochiq dalaga. Mana ekan, yana bir bor ko'rsataman. Bunaqa kasetaga ekadiganlar chuqurroq bo'ladi. Torfmi, kokosmi to'ldirib solasizlar, to'ldirib keyin shuna qilib onasidan uzmasdan bostirib chiqasizlar. Gulini yulib tashlasanglar, sal yaxshiroq bo'ladi. Mana ekan, istakandagi ko'chatlarimiz shunaqa bo'ladi. Bundan ham bo'ladi, xudo xolasa, 100 ming atrofida. Chunki zakaz olingan. Zakaz borligi uchun bunaqa xohlaganlar shunaqaga, kasetaga. Lekin ikkalasi ham bitta narsa. Bo'yi ham bir xil bo'ladi, tomiri ham bir xil bo'ladi. Yana bitta narsa yaxshilab e'tibor beringlar, mana ekan bunday bo'lib tomir bag'da bu tomonga sim bostirib qo'yilgan. Bu noto'g'ri, ishchilarning qilgan ishi bu. Shunaqa qilib chiroyli qilib ko'chatlarni tayyorlashi boshlandi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. Ko'rishamiz nargi videoda. Sog' bo'linglar.